Ketdi. Kiryapti. Bu Mongoliyaning zakati. Mongoliyaga zakat bo'ldi. Ayak uramiz. Mongoliya, Dominikanga uramiz. Qirg'izistonga uramiz, Tojikistonga uramiz. İşimiz shu Koreyada. Biz Koreyaga shu ishni o'rganib qolibmiz. Xudo barakasini bersin. Şimdi og'riqmi ishimiz. Nu, yaxshi, pul yaxshi. Xudo bersin. Yetadi tirikchilikka. Maqtanmaymiz, puli katta deb u. Nu, yetadi tirikchilikka demoqchiman. Mehnatingizga yarashadi. Lekin bu changimasin video snimat olyapti. Nasibda mana o'ylaymiz. Mana 3-chi kir 3 deb bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Hozir 4-chi ketadi. 4-chisi portirning orqasi bo'ladi. Mana portirni bilasizlar. Mana portirning orqasi. 4ga shuni uriladi. Kezdib ko'rish kerakki, bu qattiq balon ustiga ta'sir qo'yadi. Uchadi. Sal tiyinroq. Shunga harakat qilish kerak. Kezdib ko'rish. Ushlab oldim. Bo'ldi ushlab. Mana 4-chi kelyapti. 1, 2, 3, 4 bo'lib turibdi. Gördüğünüz 2020 yılı 21 aprel bir gün. Bahar faslı. Bunu kim aytadı? 4talik balon deb. Bittaga o'xshab turaveradi. Ko'rdinglarmi? Mana. Mehnatimiz shu, mana. Yana bir bor uraman, ikkinchisini. Keyin videoni o'chiraman. Yana bir bor tomosha qilinglar. Mana. Bu 1. Bu 2. Kiradi mana. 1ga 2 kiradi. Tomosha qilinglar. Hop! Bu balon qattiqmi? Harakat qilish kerak-da. Mana. Harakat qilish kerak, kuch-quvvat kerak. Kuchingiz bo'lsa ishlang bu ishda. Bo'lmasa qochib keting. Klientdan biz olamiz, dogovor qilib. Shu baloningni urib beramiz deb. Biz obязанmiz urib berishga, qattiqmi u, yumshoqmi? Biz javobgarmiz. Javob berishimiz kerak. U qattiq, mana baloning yumshoq deyishga haqqimiz yo'q. U odam pul beryapti. Dogovorni olganmiz bo'ynimizga. Majburmiz, qattiqmi? U nima emas, biz tiqib, upakovka qilib topshirishimiz kerak. Keyin pulni rashat qiladi klient. Shunga aytmoqchiman-da, qattiqmi, yumshoqmi uramiz. Ketdi ikkinchisi. İşimiz shu Koreyada.
Endi men bir bola nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, nechta ob'yom olgan bo'lsam shunday klientlardan. Qattiqmi, yumshoqmi tashab ketmaganman-da. Baloning qattiq ekan, mana kirmayapti, mana bo'lmayapti deb tashab ketib yormaganman. Bo'ynimga oldimmi javob berib bitirib kelganman. Nimaga? U inson ham pul beryapti. U ham ishonib, shu odam ishimni bitirib beradi, ishim oldiga ketadi deb pul beradi-da u inson ham. Ashiga uni ishi oldiga ketsa, biz ham pul bizga ham yaxshi rashod qiladi. Biz ham masalan kam bo'lmaymiz, ishsiz qolmaymiz. Doim shu inson bilan ish qilib yuraveramiz. Shunga shuni tushuntirmoqchiman sizlarga. Mana buni portirda oldi, uchinchisi. Bu portirda oldi. Mana uchinchisi. Bu yerda har xil razmer ketyapti. Bu portirda oldi. Bu ham qattiq. Harakat qilib tiqib bitirishimiz kerak-da işte. Yo'q, bu yumshoqroq ekan. Ha, yumshoq papar bo'ldi. Üçüncüsü var. Üçüncüsü kiryapti. İş yengilmas ish. O'ta qiyin ishimiz. U o'rganib qolibmiz. Kelib Koreyaga shu ishga turib oldik, shu ishni o'rganib qolibmiz shu ishga. Boshqa ishga ko'ngil tortmaydi. Mana bu to'rtinchisi portir. Mana bu orqasi. Bilasizlar, o'zinglar ham portir ham yumshoq emas. Buni tezda olib turib, to'riga urib olmasak bu qochadi bu. Burasi ayyor. Portirlar orqasi bor, juda ayyor turki bo'ladi. Buni qarab turinglar, qanday avlod qilib yuboraman. Ketdi. Hop! Mana ushlab olaman-da, hatta qochadi bo'lmaydi. Qochgisi keladi-yu, lekin shustrga qilaman deydi-yu. Yo'q, qo'ymaymiz unga. Qo'ymaymiz unga. Mana, to'rtinchisi mana. Mayda urib joyla. Hozir buni ham joylaymiz to'rtisini. Mana bu ham joyini oldi, joyiga tushdi. Mana ko'ryapsizlarmi? 4 ta balon bitta bo'lib qoldi. Endi men nima demoqchiman? Podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Mayli, davay. Salomat bo'ling.